Diqqat, aholiga xushxabar. Endi har bir oilaga 1 million so'mdan pul beriladi. Barcha xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostida like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat, 2025 va 2026-yilgi isitish mavsumida ehtiyojmand oilalarning qo'llab-quvvatlash maqsadida noyabr oyida ayrim toifadagi oilalar uchun 1 million so'mdan bir martalik moddiy yordam beriladi. Unga ko'ra, yordam ijtimoiy yordam reyestriga kiritilgan hamda mahalla yettiligi xulosasi asosida yordamga muhtoj deb topilgan oilalarga ajratiladi. Boquvchisini yo'qotganlar va nogiron a'zosi bor oilalar ustuvor hisoblanadi. Nogironligi bor farzandni parvarishlaydiganlar hamda uzoq davolanishga muhtoj hamda ko'zda tutilgan yolg'iz keksalar va nogironlar ham moddiy yordam olishi mumkin. Gaz yoki isitish tizimi yo'q uyda yashovchilar ham inobatga olinadi.